Hammamiz jigarlar uyg'onamiz, bayram boshlanadigan bo'lib turibdi. Qanaqa bayramligini kommentda yozasizlar. Xudo xolasa 9 da video qo'yardim, soat ertalab 4 da qo'yaman endi. Xafa bo'lmaysizlar, semizlikka qarshimiz. Xonanglarda ichaman endi, ertalab uyg'otaman. Semizlar desam xafa bo'lmanglar. Hali kuni cho'chqalar degan gapimga bir ikkitasi xafa bo'libdi. Meni yilim cho'chqa 95-yilman, o'zimga tegishli gap bo'ladi. Xafa bo'lmaysizlar, semizlikka qarshimiz bir oy qattiq shug'ullanamiz. Bosamiz hammamiz bir O'zbekiston podpiska oqib kelyapti. Rahmat hammalarga. Uyg'on O'zbekiston, assalomu alaykum jigarlar, semizlikka qarshimiz. Yugurish trend qilamiz akalar. Xudo xolasa u yoqqa kelyapti. Gap so'z yo'q, hammalarga katta rahmat. Tanajoninglar sog' bo'lsin. Bu aka. Yani yugurib yurgan bolasiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Charchanayapsizmi? Rahmat aka. Nima bo'ldi? Bizni usta chaqirgan ustangiz bizmi? Aka keldingizmi? Keldik. Xullas traventin qilish kerak. Yo'q, to'xtamayman aka, iloji yo'q. Vaqt yo'qda klientlar qarab turibdi akajon. Qandaydagi o'rqilamiz? Bo'laveradi yugurib akajon. Qonni qaynatmasak bo'lmayapti hozir. Men yugurmasam ishlar qolib ketyapti. Ba'zilar bu yoqqa yugurib, asli bizda vaqt yo'q, hamma narsa chegaralangan. Aka, bizda ham vaqt yo'q. Bu yugurib dagovor qila olmaymiz-ku. Qilish kerak akajon. Xullas kvadrati nechi pul? Kvadrati 120 ming so'm hamma yo'g'i ichida. Akajon bizga nechi pul qilib berasiz? Sizga arzon qilib beramiz, yo'lda qilib beramiz. Bo'ldi, yo'q, aka, men yugurmasam bo'lmaydi akajon. Yugurib yuribsiz, jonik. Mashinada ham yetolmayapsizlarmi aka? Tabali. 100 ming so'mdan qilib berasizmi yo'qmi? O, to'xtasangiz bo'ldi. Bo'ldi, to'xtang aka. 100 mingdan. Bo'ldi. Bor, qo'lingizni bering. Bor aka. Bo'ldi. Bekargachi. Yo'q, bekarga bo'ladi. 100 mingdan. Bo'ldi, bosamiz jigarlar. Xudo xolasa arzon gaplashdim. Nomerlarni pastga qoldiraman. Uyg'onamiz jigarim uyg'onamiz. Semizlikka qarshimiz. To'g'ri, juda ko'pchilik bezlab mendan podpiska ham qo'yapti ekan, lekin podpiska bosganlar qalban birgamiz. Meni videolarim Pepsi bilan Cola'ning reklamasiga o'xshaydi. Ko'rganingizda ko'nglingiz aynidi, lekin qachonki restoranga borsangiz Pepsi va Cola ichasiz. Shuning uchun men tinmasdan yuguryapman. Meni orqamdan ko'pchilik yugurishni boshlagan ekan, juda xursandman. Juda ko'pchilik kelib bolam sizni ko'rib yugurishni boshladi. Siz bahana yuguryapsiz, semizlikka qarshimiz deyapti. Bosamiz jigarlar, hammamiz birimiz bitta podpiska, xudo xolasa yugurish niyatingiz bor, lekin hafsala qilmayapsizmi? Albatta bo'ladi. Bosamiz jigarlar, hammamiz bir. Uyg'on O'zbekiston, assalomu alaykum jigarlar, semizlikka qarshimiz. Assalomu alaykum do'stlar, mana Rustam Ali Barber yugurib ketayotgan joyda o'sha mana sochimizni kaltaytiryapmiz. Yana yugurib ora-orada qochib ketyapti. Xullas bu bola ishmas bola ekan. Soch chola olib qochib yugurib yurar ekan. O'sha xullas bir bola olib sochingizni ogizmasangiz, yarmini olib yarmini qolib ketar ekanda. Maqsadimni so'ramaysizmi aka? Maqsadingiz nima o'zi bu? Yugurishdan bo'yicha hamma yugurib video oladi. Bir oy tinimsiz istoriya qilib qo'yadi, keyin to'xtayman yugurishdan. Bo'lmasa tinimsiz yuguraverам. Bu do'stimiz cho'ta ko'zga tanish bu. Qaydan aka? Xudo xolasa akamiz yer sharining narigi chekkasidan, o'sha internet orqali kelgan akamiz. Havas qilib kelgan, lekin gapirmayman deyapti, chunki ularda ham o'sha eski urf-odat ustidan kulish, masxara qilish degan urf-odatlar bular tarafda ham bor ekan, oz-moz qolgan ekan. Tanish bilishlarida oldida uyalib qolishi mumkin deb gapirmaslikka qaror qildi ekan. Akamizni kibri bor deb o'ylabman. Yo'q, kibrli emas, prosta bu xalq og'zaki ijodi, shu masxara yo'nalishi bo'yicha ozor chekkan kishilardan bittasi bo'ladi. Biz endi ko'taramiz, chunki biz xalq ichida yurgan odammiz, gap ko'tara olmasak bunaqa joylarda ishlay olmaymiz. Shuning uchun qop gap bo'lsa ko'taramiz. Kukuruz qoplarda yuklar olib kelaverasizlar, xudo xolasa. Vagonda jahon chempion. Shaxsiyatga tegilmasa bo'ldi. O'zimiz ustimizdan mag'za va ko'mirni suvi hamma yo'qda. G'o'n suvimi, sharbatmi, ko'chatga ketgan kompostni chirindimi, biyagonusda gumlarini to'kishsa ham farqi yo'q bizga. Короче, biz ko'taraveramiz. O'zimiz oq bo'lganimiz bilan ichimizdan his qilamiz, qora balchiqni ichida yashayotganimizni. Iloji yo'q, majburmiz. Bo'pti-da.
Negativlarga yaxshi qarayman. Yaxshi ham negativlar bo'lmasa ko'tarila olmasdim. Boshqa ishingiz yo'qmi deydiganlarga mana shunaqa soch o'ynab yuraman internetten kechgacha. Bo'pti, Rustam Ali Barber yugurishdan to'xtamay, keling u kameraga ikkita kalla qo'yib qo'ying. Kelinglar akalar. Bosamiz, qo'linglar zaynat bo'lsa bosh qo'yamiz. Boshni ishlat degani bu, ma'nosi bor har bitta harakat. Uyg'on ukalar. Uka degan jonzot bor, jigari bor uka degan. Mana terapiyatda bo'lmaydi. Mana bir joyda o'tirsa-da, bir joyda o'tirmaydigan ukalarga tashlab qo'yamiz. Seni deb dadamni chaqirdim. Dadam og'riq qilding, yaramas bola. Tashlab qo'yinglar, mana ko'rsang kesing, qulog'ingni kesaman, yaraman. Temizlikka qarshimiz, semizlikka qarshimiz. Bo'shaganda yuguramiz ishdan tashqari akalar. Xudo xolasa 10 million bo'lamiz deb niyat qilganmiz 2026. Biz yil bo'ladi. Semizlikka qarshimiz. Semizlik deganyamiz xudo xolasa. Bitta klient keldi, zo'r ish bo'ldi. Falonchini jiyanimisiz dedi. Keyin men aytdim. Nimaga desam, shunaqa dedi falonchi. Meni jiyanim bo'ladi dedi. Faxrlanib aytdimi? Yo, uyalib aytdimi desam, faxrlanib aytdi dedi. Faxrlanib aytgan bo'lsa jiyaniman. Agar uyalib aytgan bo'lsa jiyan emasman. Xudo xolasa bizning niyatimiz shunaqaki, kim qanaqa qarindoshimiz bo'lishidan qat'iy nazar faxrlanib aytadigan insonlar bo'lib yetishaylik, hunarni ko'paytiramiz, semizlikka qarshimiz, bekarchilikni ta'rif qilganimiz yo'q. Bo'shaganda faqat yuguramiz, hammamiz birimiz O'zbekiston. Har bitta erkakning maqsadi ota-onasi bola chaqasini oldida faxrlanadigan inson bo'lishi niyat qiladi, xudo xolasa. Hammamiz birimiz semizlikka qarshimiz, tinimsiz harakat qilamiz. Bir joylarga borish shart emas, asosiysi harakat qilish kerak. Bosamiz, hammamiz birimiz. 2026 biz yil bo'ladi. Semizlik degamiz ham tirikchilik. Bola chaqamiz uchun tinimsiz mehnat qilamiz. O'zbekiston. Uyg'on Instagram yaxshimisizlar, tiriklar, uyg'onamiz, harakatlanamiz. Realni hozir intervyu olaman. Boshqa ish qilsam bo'lmaydimi deganlarga. Xudo xolasa so'raymiz intervyu. Aka Rustam Ali Barberdan nimalar yoqmaydi sizga? Aka mana shu nayran qilishi yoqmaydi. Mana kirib uyga 2 soatda chiqishi yoqmaydi. Xullas yugurishdan boshqa yaxshi xislatlarim yo'q. Shuning uchun yugurish trend qilaveraylik. Kech qolish yana nima? Yolg'on gapirish. Yolg'on gapirish. Bu odamlarda olmayman, bularda xudo andasi bor, ertaga gap so'z bo'lib ketmasin. Xudo xolasa bosamiz gazini, yugurish trend qilamiz. Kech qolish, uxlab qolish, unaqa narsalarda odat qilmanglar, hammada bor ular. Nima bor yana minuslardan da ayting aka. Kashi itni qulashingiz chataqsiz. Aha. Birovda itni u. Ha, birovda itni. Xullas itni qadrlashimiz kerak. Itni qadrlashimiz kerak, akalar, bosamiz gazini. Assalomu alaykum jigarlar. Uyg'onamiz dushanba. Bugun mana bitta klient kelgan. Qarochi semizlikka qarshimiz desam bu bola aytyapti, o'zi yarim kechasi. Yarim kechasi ko'chama-ko'cha yurib, soat 12 da uyg'onyapsiz aka, semizlikka qarshimiz deyapsiz. Yolg'on gapirishni to'xtating deyapti, lekin hali 12 bo'lgan yo'q. Juda bo'rtirishyapti odamlar. Qarochi bugun dushanba, yana chiqim. Bizda bozor. Parkovka, kelaverasizlar, qo'yaverasizlar. Do'konim iloji boricha to'singlar akalar. Semizlikka qarshimiz jigarlar, bosamiz hammamiz bir.